Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga jelatin, agar-agar, pektin haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Ko'pchilik qizlarimiz, oddiy endi 4 yoshdan qizlarimiz bu temada ozgina qiynalib qoladilar. Birinchi namiz bizani jelatin. Jelatinni ishlatganimizda hamma vaqt 20 gram jelatinni 120 gram suvni solib, aralashtirib, 2 soat chetda qo'yib turib, keyin chishgandan keyin uni aritib ishlatamiz. Nisha bertamiz, vodinoy banyada aritib ishlatamiz. Jelatinni hamma vaqt qaynatish mumkin emas. Umuman buzlatgandan o'zi shu chishgan holatida buzlatish umuman mumkin emas. Faqatgina biza krema, musa qo'shgan holatda tortimiz yoki desertimiz bilan birgalikdagina muzlatishimiz mumkin. Boshqa holatda jelatinni na qaynatish mumkin emas, na buzlatish mumkin emas. Bu narsa eng asosiy qoidalardan biri. Jelatindan har xil summadagilari bor. Men sizlarga endi do'st maslahat aytib o'tishim kerak. 200 mingdan qimmatroq jelatinni olaveringlar. Jelatin haqida ko'pincha odamlardan noto'g'ri tushuncha bor. Bu cho'chkan yog'idan bo'ladi ya boshqa degan tushunchalar bor. Siz sotib olgan vaqtlaringizda bemalol tovuqli jelatin bering deb so'rab olsangizlar bo'ladi. Jelatin ko'pincha shu hayvonni teri yog'i ostidan olinadi. Ko'pinchalik agar-agar bu gullarning nektaridan olinadi. Pektinimiz esa mevalarning ichining nektaridan, nasidan olinadi, urug'idan. Ko'pincha o'zi olganlaringizdan pektinda sitrusli, yablочныйdan har xil o'zi ustida yozib qo'ygan bo'ladi. Shundan ham bilsangizlar bo'ladi. Bularning hammasi tabiiy yo'llar orqali olingan mahsulotlar hisoblanadi. Keyingi tushuntiradigan mahsulotimiz bizani bu agar-agar. Agar-agar ko'pincha qizakcha marmeladlarni olganlaringizda orqasini qarasangizlar agar-agardan jasalgan degan yozuvni ko'rasizlar. Ko'pincha ishi Maxeyev, shunga o'xshash jemlar olganlaringizda sostavini o'qisangizlar agar-agar deb yozib qo'ygan bo'ladi. Bu narsa ko'pinchalik shu pishirilgan vajni srok godnostini oshirib berish uchun xizmat etadi. Agar-agarni ishlatganlarimizda biz konfitura tatamiz, ya'ni mevali tatamiz sloy deb tushuntirsam sizlarga oson bo'ladi. Meva, suv, shakar agar-agar solinadi, 2 minut qaynatiladi va o'chiriladi. Ko'p qaynatilmaydi. Обязательно 2 minut lekin qaynatish shart bo'ladi. U agar-agar o'zining kuchini ishlatib olishi uchun. Pektin temasida pektinni ishlatganlarimizda biz ina konfitura tatamiz. Yana shu konfitura temasini qaytaman. Konfitura tatirgan vaqtimizda meva, shakar, suvni soldik. Pektin ham ozgina shakar solamizdan uni ustidan ozgina sapalab, aralashtirib ishlatamiz. Agar bir sabarsak, pektinimiz bizani kamochik bo'lib qoladi. Shuning uchun biz sapib ishlatamiz. Lekin pektinli mahsulotimiz agar-agar o'xshab qaynamaydi. Sekin chetidan qaynab chiqishi bilan o'chiriladi. Ya'ni 2 minut qaynatilmaydi. Yana aytganimdek jelatinni qaynatmaysizlar. Agar-agar 2 minut qaynadi, pektin esa endi qaynab chiqishi bilan o'chiriladi. Bu mahsulotlarni o'zimizda nechun ishlatamiz biz faoliyatimiz davomida. Apalaringiz o'zlaringiz ham masalan oilada murabbalayotgansizlar. Murabbalayotganda mevalarimiz to'liq pishiriladi. Shuni hisobiga biz bankaga ilsak, nelarimiz otmaydi. Yeganimizdan ham vaqt mozli pishgan mevali murabbamizni yeymiz. Lekin bizning hozir konfiturimizda mevalarimiz pishmaydi. Konfiturlayotganimizda bizning mevalarimiz chala pishadi. Ya'ni bir qaynab o'chadi yoki pishmagan bo'lishi mumkin. Masalan, yoki 2 minut qaynab o'chadini bilib turibsizlar. Bunday holatda esa bizda mevada svejiy vkus saqlanib qoladi. Ya'ni pishib ketganimiz hozirgidan toza svejiy meva